Siz rostdan ham kuchlisiz ustoz. Men hujum qilyapman, lekin bu yerda g'alaba qozonaman deb o'ylamayman. Unday bo'lsa, taslim bo'lasanmi? Men bunday qila olmayman. Agar men bu yerda muvaffaqiyatsizlikka uchrasam, bolalar uyidagi bolalar o'lishadi. Nima? Ochig'i, ular garovga olingan. Menimcha, papa o'zini barcha bazalarini qamrab olmoqchi. Bu haqida o'ylamang, chunki men ham o'zimni ushlab turmoqchi emasman. Men sizni hech qachon bunday ahvolda ko'rmaganman. Jahlingiz chiqayapti, to'g'rimi? Ha. Lekin sendan g'azabda emasman. Unda hech bo'lmaganda menga tanbeh bering. Bu yomon talabangizga. Rose. Ha. Men seni kesaman. Men hayratdaman ustoz. Siz qalqon ko'targan odam bilan ham qanday kurashishni bilasiz. Axir men umuman havaskor emasman. Qalqon Rose'ni himoya qiladi, lekin ayni vaqtda meni ham. Muayyan burchaklardan hujum qilmoqchi bo'lganda, bu unga xalal beradi. Unga qalqon bilan hujum qilish juda qiyin. Uni dastlabki harakatini baholash qiyin. E'tibor ber. Hozir